6 ishtirokchi dachaga qamaladi va shu kun oxirigacha ular dachadan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib, qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinnilik qilish mumkin. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obunangiz yetishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lish bilan mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bularning ichida 2 ta yepingi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta yepingi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omonxon YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qoldiring. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalida esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, biz bu challenge-imizni boshladik va biz hozir hammamiz mana shunaqa qalin strishlarga bog'langanmiz. Va to'g'rimizda esa pauza pulti turibdi. Va kim birinchi bo'lib mana shu strishlardan chiqib, mana shu pultni olsa, o'sha pauza pultining birinchi egasi bo'ladi. No, bo'lmasam tayyormisizlar? Lekin bu strishlar chiqish qiyin. Va eng qizig'i, mening maqsadim bulardan qasos olish. Va endi bo'lmasa navbat chiqishga o'chib ket. Sardor, stop. Sardorjon. Nimaga men yana bitta qarang, men ketganini qarang, ko'rasanmi? Qochib qutula olmaysan mendan. Nimaga hozir bitta degani men o'chir. Sardorjon, san oldingda hozir ikkitagina yo'l bor. Bu men taraf bo'lib turib, mana bu Sardor o'tgan sari men qiynagan uchun alam olishim yoki qarashasan yoki prosta hozir mana shu bog'langan holda bassenga o'tiraman. Ketdik, olib ko'ramizmi? Oldin fikrni eshitdik. Gapir. Yordam beraman. Faqat bassenga tashlaman. Sovuq bo'lib ketdi уже, sovuq. Bo'ldi, hozir yordam. Stop. Xo'p, mayli, bu Sardor manbalandir, lekin chonchi. Maqsud har safar meni aldab bezordi. O'tgan safar juda ham sovuqda, bog'langan holda qolib ketganimdan keyin o'zi tushunib oldim, siz taraf bo'lish kerak ekan. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, sizlar pauza challenge-da Omonxonni qanaqa bo'lishini aynan mana shu challenge-da ko'rasizlar. Bo'ldi, stop, pauza ket. Nariga Sardor qo'ying. Olib chiqing Sardor. Maqsud, mashina o'tirib turgan, hozir olib chiqaman. Pauza qilib. Xullas o'rtoqlar, men hozir bularni gapini eshitib qoldim. Hozir pastda ular uchalasi kelishib, meni qiynamoqchi. O'shaning uchun men botga chiqib olganman, botga yashib olganman. Hozir Omon aka baribir menga ishonmaydi, chunki o'tgan safar men aldab ketganman. O'shaning uchun Sardor bilan Maqsudga ishonaman. Ularda oldiga boraman deb o'zimga sherik qolishga harakat qilaman. Xuddi Omon akani aldagandek aldab ketaman. Sardor qani endi? Sardorjon. Voy, balkim yo'q. Maqsud, sen nima? Kim tarafsan bugun? Shuni ayt menga. Brat, bilasizmi, o'tgan safar qiynalganimiz uchun bulardan endi ikkalasidan ham alamimizni olishimiz kerak. O'tgan safar esingda bo'lsa, meni oyog'imdan osishgan. Bilaman. Juda ham qiynalib ketganingizni ko'rdim o'zim. Lekin hozir pult Omonxonda, o'shaning uchun biz pakashda jam bo'lib, sponni yoqib yordam berib turishimiz kerak Omonxonga. Pultni olamizda, birlashib, objektni chiqaramiz. Davay. Xullas do'stlar, men bundan oldingi pauza challenge-lardan xulosa chiqargan holda bu safar hech kimga ishonmayman. Pult menda. Bu challenge-ni hozircha eng kuchli odam menman va men asosiy maqsadim ikkalasi Sardordan ham qasos olish. Umid qilamanki, Maqsud yo'limda to'g'anoq bo'lmaydi. Va endi bo'lsam yana Sardor qidirishga davom etaman. Chunki bundan oldingi challenge-da meni qattiq qiynab jahlimni chiqargan. Sardor! Ha? Ko'r bu yoqqa. Xo'p, bo'pti, qarang. Turaman. Menga ham taklif bermaysizmi? Menga zo'r taklifim bor. Qanaqa? Yur, ko'cha chiq. Ot. O'rtoqlar, mana bu kichkina passenger ko'rib tursanmi? Bu hozir ozgina ko'pirgan. Lekin hozir biz bundan da battar ko'pirtirib, Sardor tiligidan yo'q olamiz. Sizlar rosa yo'qmoqchimisizlar? Stop! Og'zingni o'chir. Ko'taringlar, qo'yinglar. Mana, o'rtoqlar, hozir biz Sardor tiligidan yo'q olamiz. Omonxonni alda shunaqa bo'ladi. Va keyin biz olov balandroq yonishi uchun bassenchadagi suvni ko'pirtirib oldik. Do'stlar, biz shuncha ko'pik qildik. Bitta yoqib ko'rsataylik. Hozir xuddi qilib Sardor yoqamiz. Dirdim-ku, lekin Maqsudga stop. Sekin chiq. Hozir men o'zim tuzoq tayyorladimmi? Har doimgidek. Oh my god. Sizlar kommentariyada 200 so'mdan jazolaydigan deylar. Shuning uchun ham Maqsudga jazoni og'ir keldi. Ko'tarib qo'yinglar, tezlash. Va endi bo'lmasa navbat Maqsudni tiligidan yo'q qilishga. Mana pult. Qaranglar. Ket. Mana bu o'rtoqlar 200 so'mdan jazolash. Maqsud, yoqarmikan? Bo'lmasa 5. Stop.
Omonxon, birinchi safar seni ko'm qo'yganim esingda bo'lsa, значит, sen уже o'lgansan, o'liksansan. Sen men tarafidingmi? Kinolarda o'liklar nima qilishadi? Mumiyolashadi. Mumiyolashadi. Katta biz ham olib tushib buni mumiyoga aylantiramiz hozir. Mani yo'q qolgani uchun mumiyoga aylantiramiz. Ko'tar, olib tushlaring, davay. Olib tushlaring. Davay. Ovozingni ochib qo'yamiz, gapirishing uchun. Jinnimi sizlar nima qilmoqchisizlar? Hay, davay. Bola, tez o'raymiz. O'zinglarni pauzaga olib qiynayman bo'lmasa. Omon ekanni o'rab tashlash uchun bizda deb mana bunaqa bintlar bor. Hozir Omonxonni mumiyoga aylantirib, basharasini buzib tashlaymiz, qiynab. Ovozingni o'chir. Lekin shuni esingizdan chiqarmang, baribir men siz tarafman. Shunaqa qilib bolalar meni hamma joyimni bint bilan o'rab tashlashdi. Va nihoyat biz Omonxonni mumiyaga aylantirib qo'ydik. Endi gapirsang bo'ladi. Davay, gapirib qo'y. Nima bu? Bu hozir ko'zini yopib qo'yamiz-da, hech narsani ko'rmasdan haqiqiy mumiyaga aylanib, qayerga ketayotganini bilmasdan aylanib yuradi mana shu yerda. Unaqa qilmanglar. Shunaqa qilamiz, ko'zini yop. Yo'q, ko'zini o'rib olsang ham mayli. O'rtoqlar, menimcha bu pauza challenge'da hech kim meni do'stim. O'ra. Lekin video oxirigacha ko'rsatib bilasizlar. Men baribir buradan qasos olaman. Ko'zim yumilib qoldi. Ovozingni o'chir. Mana biz Omonxonni hozir ko'zini ham yopib qo'ydik. Endi haqiqiy mumiyoga aylandi. Va Omon ekanni qiynash uchun bizda mana shunaqa narsalar bor. Qani endi Omonxonni pauzadan chiqaramiz. Bilan qarasin. Qanaqa bo'ladi men bilan o'ynashash? Bilan sassiq chiqyapti, nima bu? Sendan xuddi o'kashsayapmiz. Stop, nima? Ko'zim bordi. Sep, Sardor, sep. Bilet maqsud sen kiryapsan. Ko'zim ochildi. Haqiqiy xuddi. Stop. O'rtoqlar, men 100% qasos olaman. Qalay bo'lar ekan, yo'q qolish odamni. Maqsudman pulsan oldi mazgina dam olib chiqay. Mana sizdan pauzani olaman. O'rtoqlar, maqsudni men mehrli qichog'im bilan kir qildim. O'rtoqlar, qo'lim juda qisilib qotdi. Voy, nimaga sasonsam ham yo'qim kepchi bo'lib ketdimi? Voy, gryazli. Oy, lekin Omon ekanni mazza qilib qiynab oldim. Nu просто mana buni qaranglar. Voy, jirkanch. O'rtoqlar, ko'rasizlarki, hamma men taraf emas. Men qiz ko'zim ochamayman. Ana endi ham hozir buni ko'radi. Barchaga chiqarib tashlayman. Buni hozir o'zingiz ko'rasiz. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin. Xullas, bratlar. Короче, bitta taklifim bor-da, sizlarga. O'tgan challenge'da bilsanglar, men yutgandim. O'shaning uchun hozir birga bo'lsak, Omon akani yaxshilab qiynasak bo'ladi. Biz yutib ketsak bo'ladi. Menga hozir umuman g'alaba kerak emas. O'tgan challenge'da sen Omonxon bilan birga bizani qiynaganding, to'g'rimi? Xo'p. Omonxonni hozir sotding. Demak, ertaga bizani ham sotasan. Shuning uchun sizga pauza. Lekin bratlar, kerak emas. Men sizlar tarafga o'tmoqchiman. Oldingizda o'chiring. Brat, mana sizga pauza qilib berdim. Men o'zim hozir Omon ekanni borib qiynamoqchiman. Lekin siz buni o'zingiz xohlagan usulingizda qiynasangiz bo'ladi. Sen Sardor, turchi. Menimcha og'irsansan. Sen hozir basseynga olib boramiz yoki dushga. Kir. Mayli, buni basseynga tashlavermadim. Dushga olib keldim. Hozir buni ustidan suv qo'yamiz. Birinchi qo'lini kishallab olib, qani qo'lingni ber. Hozir sen qo'lingni kishallab juda ham qattiq azoblayman. Xo'p, endi bu qo'lingni ko'tarasan, narigi qo'lingni ham ko'tarasan va mana mashitni kishallab qo'ya qolamiz. Hozir esa chele olib kelib, buni ustidan suv qo'yamiz. Qani endi suv sepamiz. Oy. O'rtoqlar, ko'zimga mayonezli kirib ketyapti. Men 100% qiynayman bularni. Albatta o'rtoqlar, agarda bu videoni yana davomini chiqishni xohlasanglar, like bosinglar va bu o'yindan keyingi qismga men yangi ishtirokchi qo'shaman. Va men o'sha ishtirokchi bilan bularni 100% qiynayman. Bo'lmasam hech kim aqlga to'shayapti. Ko'zim ochyapti. Pauza. Bunaqa paytda pauza sen ko'zim ochyapti. Mani boya olov bilan yoqib yubordingizmi? Mana sizga. Yuving. Faqat meni qiynaysan. Yuving boshingizni, yuving. Ana. Ko'zim. Mayli, Omon ekan pauzadan olamiz. Pauza atmayman. Shampun qo'yordimi? Hozir pauza bosib qo'yaman. Biz qo'limni yuvoli. Boya meni olov bilan yoqib yuborayotganlarida Sardorni ko'rdim, indamay menga yordamlashmay turdi. Shuning uchun uni qiynamoqchiman. Omon aka, sizdan hamma alamimni olib bo'ldim. Ana endi men bilan birga ishlaysiz. Chunki pul tumanda. Rozimisiz? Xo'p, shunda ularni qiynaymizmi? Da, qiynaymiz. Men siz tarafman. Yana eski maqsad qaytdi. Nima pul topib qo'yardimi, mayli. Xo'p, ular qanaqa? Ular ichkarida bir-birini qiynab yotishibdi. Bo'lmasa hozir shuni qo'limga yuvoli. Nimadir tayyorla. Kirib, parchani chiqarib tashlaymiz kersini. Sardor Bey ko'rib turganinglardek juda ham qo'l, lekin bizga buni farqi yo'q. Sekin odam qilamiz. Maza qildim. Yana ozgina qolib ketdi. Mana endi Sardor mana shu qiynalgan holda qola qolsin. Do'stlar, ana to'la bir-birini qiynayotgan paytda mana bu Sardorni oyoq kiyimini olaman. Sardor meni mana shunday qiynagani uchun men uni oyoq kiyimini yo'q ko'raman. Hozir buning krossovkasini men bunaqa rangli tutuvlar bilan pachangni chiqaraman. Hozir. Ozgina qoldi. Mana. Voy, sas ketdi.
o'chib qoldi. Do'stlar, iltimos hozir kommentariyga omadsiz deb yozinglar. Bunchasizdagi qanaqasi o'rtoqlar? Lekin men baribir bu krossovkasini omon qoldirgan. Men kraskaga bo'yamaganimga yarasha Sardor oyoq kiyimiga mana shu tuxumni chaqib qo'yaraman. Oyoq kiyimi kiyganda oyoqlar sasib ketsin. Ay. Ay bo'ladi. Atelib o'chog'ini olib qo'yamiz ko'rmaslik uchun. Oppa musirga. Anqa. Ko'rasam, bunaqa oyoq kiyimni men hech qachon kiymagan bo'lardim. Mayli kimsi? Bunisiga ham xuddi shu. Ana endi bo'lmasam, bu oyoq kiyimlarni sekin jonlab qo'yamiz. Va ana endi hozir maqsad kelsa, pauza pulti bilan Sardor Shtaynni pauzaga qo'yib qiynaymiz. Mana buning uchun javob beradigan payt keldi. Xuddi shu paytda stop. Agarda sizlar mana shu videoga 66 mingta like yig'ib va aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hozirroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Sardorni qiynamoqchiman. Men hech qachon o'ylamagandim. Bu lo'xlarni qiynash shunchalik oson bo'ladi deb. Men endi maza qilib kompyuterda o'tirib qolay. Brat, mana siz aytgan narsalarni o'zim kovlab topib olib keldim. O'rtoqlar, mana ustiga narsib kir qildimi? Mana uni ustiga narsa uy puli. Mana men uni ustiga ko'pik surdim. Oy. Pauza pultini ber endi menga. Men siz tarafman, brat, oling. Mana qo'y, pauza pultini mana. Baqa chaqirmasa ham kiramiz. Sardorjon! Oy. Qanaq pultunga berib qo'yding? Siz jimgina og'zingizni yopib o'tiring, chunki omonaga qarang qanaqa qiynalib ketdi qattiq. Sen og'zingni ham yumib tur. Shoshmay tur chiqadi. Kompyuterchami bu? Davayt sindirib tashlaymiz. Sani kompyuteringmi bu? Gapir chiqani? Iltimos, men uchun juda ham qadrli kompyuter. Men bobomdan qolgan bu kompyuter. Lekin rostdan ham o'chib qoldi bo'shi. Lekin rostdan ham bobongdan qolgan kompyuterga o'xshatdi. Lekin sen mana buni ish bekor qilding. Mana shu kompyutermi? Davay, men xohlagan usulingizda. Chaq. Mani qiynashdan oldin o'ylashtirgan ekan kompyuter. Ya, mazza qilyapman. Ana. Hey. Oy. Mana shu kompyuter? Va endi navbat Sardorjonni o'zini qiynashga. Sardor! Da, kompyuteringni qiynadim. Lekin seni mashinang ham bor-ku. Esingda bo'lsa, mashinamni qiynagandim. Va endi navbat buni ham mashinasiz qiynashga. Tur. Kompyuterimni nima qildilar? Iltimos, ularlik. O'zingni ham o'chir. Shosh. Qos turtdi, qimirlamaydi. O'zini bostiramiz kompyuterni. Let's go. O'tir. O'rtoqlar, bu sahna sizlarga nimadir eslatayaptimi? Mana buni qasos deyshadi. Biz ham endi xuddi shunaqa ketchuplarni olib, mashinasiga sepamiz. Shoshmasan, sen sefur. Ishlayman mana. Mana buni qasos deyshadi. Va albatta o'rtoqlar, shunaqa energiyaga boy videoga like bosib qo'yinglar. Agarda mana shu video 66 mingta like yig'sa, biz bu videoni yana yangi qismini olamiz. Va u qismda yangi sirli ishtirok bor. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'ying. Yo'qotdimi? Mana shunaqa bo'ladi. Davay, aning mana sep. Stop. Nima? Round. Yo'q. Qoch. Okey, men qochdim. Biroq qo'shning, qarang, sizni mashinangizni nima qilib tashlashdi? Sen qilding-ku buni. Yo'q, men qilmadim. Pasport meni qo'limga tushadi-yu. Ikkalangni kuningni ko'rsataman hozir. Do'stlar, men to'g'risi charchab ketdim o'sha bu challengedan. Bilmayman qanaqa qilib dalishib davom ettiramiz. Bilmadim, lekin men to'g'risi qiynalib ketaman. O'shaning uchun albatta like bosishinglar kerak bu videoga. Ay! Hozir krossovkamning ichida nima bor? Juda ham bir shilimshiq suyuq narsaga o'xshayapti. Tuxum tiqib qo'yibdi-ku krossovkamning ichiga. Ikkinchisiga ham tiqib qo'yganmikan? Oh my god, ikkinchisiga ham tiqib qo'yibdi tuxum. Yaxshiyam ikkinchisini kiymadim, birinchisida sezib qoldim. O jonimga tegib ketdi-da shu Omonxon bor-ku. Va endi o'rtoqlar, oradan yana 1 soat o'tdi. Va biz navbatdagi challenge'damiz. Va bu challenge'ning nomi sirli qutilar. Va to'g'risi men eng qo'rqgan challenge'lardan biri bu. Chunki biz hozir har bitta qutiga ichida nima borligini bilmasa sakrashimiz kerak. Agarda kimni sakraganda qutining ichida oyog'ini yanchib tashlaydigan Lego bo'lsa, o'sha bo'shliqdan chiqib ketadi. Va ko'rib turganingizdek, qutilar borgan sari kamayib boradi. Va kimdan-kim mana shu oxirgi qutigacha yetib kela olsa, o'sha mana shu pauza pultining yangi qo'shayini bo'ladi. Va pauza pultini mana shu qutining ustiga qo'yib qo'yaman. Va endi bo'lmasam, birma-bir qutilarni tanlab sakraymiz. Va endi bo'lmasam, bolalar, ayniqsa Sardorjon, xohlagan qutingizni tanlang. Men sariq futbolka kiyganman, o'shaning uchun sariq qutini tanlayman. Ustiga sakraymiz. Oyog'iga mix tushib ketsa mazza qilaman-ku. Nima sakrang? Va! Pustol koробка.
Nima bo'pti? Demak, Sardor keyingi raundga o'tadi va ana endi bo'lsa men sakrayman. 3 ta qoldi korobka, bittasini tanlab sakring. Mana shu ko'kka sakrayman. O'rtoqlar, ichi bo'sh ekan buni ham. Va mana keyingi raundga o'tdim. Albatta do'stlar, albatta like bosib qo'yinglar. Chunki 66 mingta like bu videoning keyingi qismi va sirli yangi ishtirokchi bilan. Xullas, hozir meni galim. Oldimda 2 ta korobka turibdi, bittasi siyoh rang, bittasi yashil. Hozir bittasini tanlab sakrayman. Davay bunisi. 1 2 3. Buni ham ichida cho'loqgan. Voy! Oxirida maqsadga qolib ketdi. No, brat, agar men o'zim chiqib ketsam ham, lekin sizga ishonaman, bularni o'zimiz birgalashib qiynaymiz. Sakramayli. Davay. Bu necha to'la Lego ekan? O'rtoqlar, Legolarni qaranglar. Voy, do'stlar, maqsad o'sha o'yindan chiqdi. Va ana endi do'stlar, atigi 3 tagina korobka qoldi. Va bittasining ichida, oyoq portataveradigan narsa bor. Birinchi bo'lib yana sakrayman. Yana futbolkani sariq o'yinchi, yana sariq korobkani ustiga sakrayman. Davay. Ish qilib narsa tushgan bo'lsa. Davay. Yana bu Do'stoy! yana chip bo'sh ekan. Do'stoy. Ana endi balkim sen sakrarsan. Davaychi. Qani sakra. 1 2 3. Bu degani hozir Omonxonim sakrab chiqib ketadi oynadan. Do'stlar, nimaga bunaqa omadsizman? Men hamma o'rtoqlik kayfiyat ko'tarish uchun har doimgidek obuna bo'linglar, chunki 2 million obunachi chiqarib ketamiz. Ko'p to'gan tushadimi? Qani endi do'stlar, bizda rovna 2 tagina korobka qoldi. Kim bircha sakrashini dondozga hal qiladi. Dondoziki. Dondoziki. Men. Yo'q. Men yashil korobkani tanlayman. Sardor 2 3. Oy, buzdor! Yoshli korobkachida bo'sh ekan. Va endi rahmat, Sardor Shteynni sakrashiga. Va bu korobkaga sakrashni oldim. Buni ochamiz. Ochamiz. Nima bu? Hozir ko'rasiz. Nima bu? Mana bu! Va bunisiga Sardor Shteyn sakrash kerak bo'ladi. Mayli, hozir sakrayman. Muhimi like bosib qo'yinglar bu videoga, iltimos. Va endi bo'lsa navbat sakrashga. 1 2 3. O'rtoqlar, oyog'ini qarang. Oyog'imga kirib ketdi. Kirib ketdi oyog'imga. Olinglar. Va oxirgi korobka qoldi, men o'shanga sakrayman. Va bu degani Sardor yangi pauza pultini xo'jayini. Va umid qilamanki Sardor nimani qiynamaydi. Stop o'rtoqlar. Oxirgi g'olibga tushgan korobkachida qog'oz chiqdi. Stop pult. Bu nima degani? Sizlar shu paytgacha bizning pauza pultimizni ikkitagina funksiyasi bor edi. Birinchisi istalgan bitta odamni qotirib qo'yish. Ikkinchisi esa aynan o'sha odamning ovozini o'chirib qo'yish. Endi esa pauza pultiga biz yana bir funksiyani qo'shmoqchimiz. Ya'ni sekinlashtirish funksiyasi. Va biz bu funksiya orqali istalgan odamning harakatini 10 barobarga sekinlashtirib qo'ya olamiz. Va bu yordamda biz istaganimizcha raqiblarimizni mazax qilsak bo'ladi. Pauza pultida endi yangi funksiya bor. Ya'ni sekinlashtirib qo'yish funksiyasi. Masalan, mana bu pauza. Tushundingizmi? Mana bu ovozni o'chirish. Mana bu sekinlashtirib qo'yish. Ne unaqa? Oy, shilla qo'y. Ya'ni bu funksiyaning eng kuchli tarafi shundaki, kimdir orqangizdan qo'yayotgan bo'lsa, uni sekinlashtirib qo'ya olasiz. Xo'sh, stop ham qo'yish mumkin. Va xuddi shu tarzda biz ana endi hammani sekinlashtirib qo'yib, uni qiynashimiz ham mumkin bo'ladi. Yaxshi ham boru, menga pauza pulti tushibdi. Endi men bularni qiynasam bo'ladi. Lekin boru, men bir o'zim bo'lsam, bu yerda Ey, qanaqa bir o'zing? Men bu yo demaydi. Men bir o'zim bo'lsam, lekin qiynalib qolaman-da. Kimga ishonishni ham bilmayman. Bizga ishoning, biz siz tarafmiz. Yoki men bunga ishonsam seni qiynaganga. Shu. Men Sardorga ishonaman. Qarang, brat, men sizni sotmasligimga ishondingizmi? Ishondim. Qarang, biz ikkalamiz bo'ldi bularni qiynasak bo'ladi. Pauza. Maqsud. Bo'pti, Maqsudjon. Mayli, Omonxon paka qochib ketdi. Unga ham yetib boramiz hozir. Ketdi bo'lmasam pastga qarab tushamiz. Qo'yib yuboringlar. O'rtoqlar bola tashqariga chiqib ketishdi. Amalisi xonaga kirishdan qul oldim. Nima qilish bilmayman, o'rtoqlar, ko'rasizlar, hech kim madar emas. Va davay o'rtoqlar shunchalar hoziroq like ko'nkasi bosib qo'yinglar. Chunki agarda mana shu videoga sizlar qachonki 66 mingta like yig'ib bersanglar, men bu challenge-ga yangi ishtirokchini chaqiraman. Balki u ishtirokchi qiz bola bo'lar yoki o'g'il bola. Uni yangi ishtirokchi qo'shilganligi bo'larsizlar. Lekin u 100% men taraf bo'ladi. Va shunda biz qattiq 2 kishi bo'lib turib madar qilamiz. Bo'lmasam hammani sotadi. Lekin hozir bilan maqsad bilan qiynamoqchi. Buni poylaymiz. Yuring, bratam. O'tiring, brat. Yaxshi o'tiring. Shu, maqsadni o'tkazib oldik. Endi pakajda shunday pultni mantiqqa qo'yib tursak, hozir biz uni yaxshilab qiynaymiz. O'rtoqlar hozir pult qo'yib qo'ydi. Oo, men buni qaranglar. Sovuq yoqdi bundan. Ushak ham kelmayapti. Qo'lingizga chiqib ketmasin faqat. Yo'q, chiqmaydi. Mana bu o'rtoqlar pauza challenge. Bu menimcha bir hafta turib qolgan baliq bo'lsa kerak. Liqqilashini qaranglar. Bu bilan maqsadni yuziga uramiz. Boshlab ber, davay. Baliq. Maqsud baliqchi. Davay ichiga sovuramiz buni. Men unutib turaman.
O'rtoqlar, hozir menga pulni tortib olish uchun zo'rg'oya keldi. Maqsud hozir qilmoqchiman. Do'stlar, men hozir topgan narsani qilaman. Va hozir mana shu narsa bilan pulni olishga harakat qilaman. Yo'q, kim tur? Ko'rinib qolasan, sal chekka o'tir. Yo'q, agarda hozir ko'rib qolsa, pachag'im chiqadi hammaylar. Hozir buni baliq bilan qiynaganimiz yetmaydi. Men ko'nglim to'lganchalik men buni qiynolmadim. No, lekin buni hozir bochkaning ichiga tiqamiz-da, mana bu yerda turgan bochkaning ichiga. Uni ustiga tuxumlar chaqib tashlaymiz, ketchup mayonezda surkab tashlaymiz. Bo'ldi, davay bo'lmasam bochkani olib buni qiynaymiz. To'xta, men unda baliqni boshiga qo'ya oling. Ha, davay. O'rtoqlar hech kelib ketdi. Va o'rtoqlar pul tumanda. Ular даже sezmadi, o'rtoqlar ishini davom etyapti. Sha'nini bergan. Eng qiziqli hozir payqab qolishi mumkin. Chunki agar Maqsud gapirsa, uni ovozini o'chirmoqchi bo'lib, ular pul qidiradi. Pul desa, men o'g'il bo'lganimni sezmadi. Tayyormisiz? Tayyorman, davay, solamiz. Xo'sh, bizda bilasizmi nima bor? Mana bunaqa tuxumlar. Bir-birimizga urib chaqamiz. Tushundingizmi? Davay. 1, 2, 3. Boshdan qaytaramiz. Bo'ldi, buni qiynadik, pauzadan chiqaring. Voy, Pul qani, faqat yo'qotdim dema, iltimos Sardor. brat, men ko'z oldingizda mashqqa qo'ydim-ku. Qani pul? Omoniga olib ketdi, menimcha. O'rtoqlar, biz hozir nimadir qilishimiz kerak. Tushunmayman nima qilish mumkinligini. Davayt ozgina o'ylab ko'ramiz. Masalan, bilyard o'ynab o'ylasak-chi. Eng qizig'i men hali Maqsudni ham qutqarishim kerak edi-ya. Qanaqa Maqsud? Men bu o'yinda bitta o'zimman. Men har doim o'zim tarafman. Va hozir shunday, ular uchrasi menga dushmanmidi? Demak, dushmanlarim bir-birini yordi. Bu menga pul sardan. Shuning uchun ham ular bir-birini qiynayotgan paytda masalaga bitta urishda qilib ko'pdan tushunib beraman. Lay. Eng qizig'i Maqsud qanday qiynayotgan ekan, a? Davay, oxirigacha buni qiynab qo'yamiz bo'lmasam. Mayli, qo'limizda bor narsani ishlatamiz. Yotqizamiz. Davay. Zo'ramiz. Voy, samyoqlik bor ekan. Qani bo'lmasa, aylantiramiz, davay. Voy. Oy. Va do'stlar, men bilyard o'ynab o'sha zerikdim. Va ana endi bu sardorlarni qiynashgan. Maqsaddan boyaga alamimni oldim. Lekin hozir biz nima qilamiz? Pulsiz qolib ketganmiz. Endi bizani qiynashadi-ku hozir. Pul tumanda. Ey! Ana o'zi. O'rtoqlar, Maqsudjon cho'tda qiynalib qopti. Sanga Hech narsa qilmadim senga. Ozingam o'zi. Voy bilan Maqsuddan Aynib qolgan baliqlarni meni ichimga sovorishdi, tuxum chaqib tashlashdi. bechora, turishini qaranglar buni. Ey, adashasan. Top, qo'lini och. Mana. Ana. Sashini qaranglar. Sanga buni og'ir oson. San bora qol ichkariga. Tez qo'sh sanga ustib beraman. Ana endi bolajon, sen hamishaning javob berasan. Va biz hozir bu sardorni bo'lidan mana shuni kiydiramiz. Va ana endi mana shu nasos yordamida buni shirib belida portlatoramiz. Ana shunda og'ir qilmaligini biladi u. Maqsud, men seni qutqardim. Rahmat, brat. Endi sen ham menga yordam ber. Qo'y ber. O'rtoqlar uchun sekin shotdi. Va hamma qani bu payt Sardorjon nima dergan? Gapir. Unaqa qilmalar. Hozir qornim achishtirib tashlaydi bu yorilsa. Yo'q-ey, shunaqa qiladimi? Ha. Voy, qanday bo'ldi? Quloqimni yoraveradi-ku hozir. Og'zingni ochar endi. Ana endi o'rtoqlar lahzadan mazza qilinglar. Va o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, men shunchalik qiynalib ketdim. Shuning uchun bitta like bosib qo'yinglar. Davay. Bitta emotsiyalarni eshitib og'zingni chiqar. Men umrimda o'lmaganda Maqsudni 2 yuzlamachidan men yordam chiqardim. Ana endi bilsang nima qilamiz? Nima qilamiz? Sardorni o'z holiga qo'yamiz. Yaqinlashma. Sardor pauzadan chiq. Senga. Let's go. Sardor chiq. Hey, yoqqa. Qani? Sardor, qanisan? Mana. Stop. Hansiraganda qaranglar, yugurtidan polvon. Yursam bu yoqqa. Men seni tiriklan yo'qorsan kechirsammi? Taqal menga shunaqa narsa qildingmi? Men sizni brat qiynamadim-ku. Xuddi shu og'zing ochilganda va esla. Qo'yasan, men tanlashga kimni tanlading? Ana endi jim o'tir. Yur Maqsud, bizni qiynashga nasib kelamiz. Do'stlar, qo'lim sasib ketdi baliq ushatib qo'shgandan keyin. Hali boshdan bijab tashlashga uni yuvishim kerak. Men hozircha aralashmay turaman. Bu challenge-ga nima qilishni qilib yurishim uchun. Men bitta mashinamni tozalab, tinchgina o'tirganim yaxshi faqat. Mani nima o'rtoqlar? Bu Sardorga qiynashga yaxki. Yur, bassenchiga kirib olgan. Mana bu nima deb o'ylaysan mana bu? Muz. Mana. Sal avaylaylik, hozir o'zi slishkim so'g'ib O'tir. Avaylingizdan, o'tir. Mana muzlarni ko'rasizlar o'rtoqlar. Mana bu senga muzlar. Mana bu muzni kataliga qaranglar. Xuddi like-ni ko'z o'xshaydi. Bosinglar, like bosib qo'ying. Shuncha like bosinglar. Mana balkim ichingga tiqarmiz? Yo'q. O'rtoqlar, muzni ichiga tiqar. Muzni ketdimi? Baqamas uchun pauza yo'qmas, pauza. Va xushmet o'rtoqlar hozir yuzga kubok bilan ments qo'yamiz. Va shu bilan Sardor ham qatl etilgan bo'ladi. Mana boshlariga qaranglar. Ochmaymiz, och.
Ket. Ah. Yine tut. Ya sen gel. Ne? Og'zidan chiqsin. Shundoq bo'ladi meni qiynaganinglar. Stop. Slow-mo. Ataylab sekinlashsin shu payti. Ya'ni ichidagi muzlarni sekin olsin. Davay. Mana. Bu slow-mo'da. Bo'lmasam Sardor slow-mo'da qoldi. Abzay sekin. Let's go. Oradan yana bir soat o'tdi. Bu degani navbat yana bir challenge. Va bo'ldi, to'g'rimizda 4 ta shart turibdi. Va bu shartlar ichida bizga kerakli qog'ozlar bor. Va agarda kimdan kim o'sha ichida pult yozilgan shartni yora olsa, o'shanga pult hamma tushundimi? Da. Va bu shartlarni biz mana shu qo'limizdagi vilkalar yordamida otamiz. Va birinchi bo'lib o'zim otib beraman. Qarang. No to'g'risini menga mana shu yashil shar yoqmayapti. O'ylashim bo'yicha ichida pult bor. Va qog'oz tushib ketdi. Menga tushgan narsa bu omadsiz. Yes. Qanaqa yaz maxsus saman tarafsan? Ana endi do'stlar, meni navbatim. Yana menda sariq futbolka bo'lgani uchun sariq sharga otaman hozir vilkamni. Sariq ko'rdi. Va iltimos pul bo'lmasa. Yes. Va bu degan o'rtoq Sardor ishtirok ol. Men hozir bulardan yashirinib olaman. Amanisa qo'shdim. Slow-mo. Biz birgamizdan har doim gidiyoruz. Albatta Sardor. Nima qilamiz? Omonxonni yurib qiynaylik, nimadir qilib. Давайте. Yurishi mumkin, bunaqa slow-mo'da, lekin qochib keta olmaydi. Shunga aqli yetmasdan darich yurib chiqaradi. O'rtoqlar sekrash qo'y. Ahvoh, slow-mo'da qochishning foydasi yo'q. Baribir yetib olamiz. Ne qochasizlar? Meni hozir qiynarkan tuturayman. O'zing o'chir, mayli, ketdi. Qiynaylik. Hech sizlar Omonxondan ovqat pishirish mumkinligini bilarmidinglar? Hozir biz sizlar bilan birga Omonxondan ovqat yasaymiz. Tort yasaymiz. Yo'q. Yotqiz. Voy, mazza. Hozir endi tortni kremini qo'yamiz. Qani? Yo'q. Oy. Nimaga har doim men qiynalaman? Yuzi qolib ketmasin, yuzi. Yo'q. Chiroyliligini bu tortni yegim kelib ketadi to'g'risi. Qarang. Lekin qattiq shirin narsa ekan. Qani? Mana vilkada akkuratni yeylik, brat. Shuni ya. Vilkani olamiz. Unaqa o'yin qilmanglar. Tortni gapirishini birinchi marta ko'rishim. O'rtoqlar shunaqangi qattiq jahlim chiqyapti. Bu uyda faqat men qiynalaman. Hech kim menga yordam O'zingni bermayapti. o'chir. O'rtoqlar, omon aytayotgandek 66 mingta like yig'ib qo'yinglar. Men ko'rmoqchiman. Kimni olib kelmoqchi ekan menga qarshi qo'yib. Uni ham mamcha kelgandan keyin qiynab tashlayman. O'shaning uchun like bosinglar, ko'ramiz kim kelar ekan. Qani? Hoppa. Og'zini ochib qo'yinglar, to'xta, qiziqroq bo'lishi uchun. Kiyimimni kirib tashlasizlar-ku. Kiyiming kirib bo'lganda o'sha aytak. Bilingmi o'rtoqlar, bu uyda nimaga buncha omadsizman? Yomon qattiq jahlim chiqyapti. Maqsud! Menga yordam. Kommentariyada mana shu tortga necha baho berasizlar? 1 dan 10 gacha yozib qoldiringlar. Bo'ldi. Endi qolaganini qilsin bola bechara. Biz chiqib PlayStation o'ynaymiz. Pauzadan chiqib qolamoqon. Ketdi biz. Do'stlar, ustimga qaranglar. Alamoga ketdi, lekin nima qilish bilmayman o'rtoqlar to'g'risi. Chunki pauza pulda menga tushyapti, challengedan dashomada kelyapti. Bu videoda kommentariyada bemalol omad yozsanglar bo'ladi. To'sha like bosishlik kerak o'rtoqlar. Chunki bundan oldingi challengeda ularni shunaqa targalik ko'rib qiynagandim, oxirida Sardor sotib ketdi. Bu challengeda esa men targalik ko'rmasdan prosta jahlim chiqib ketganida 3-qismini olaman, shunday omadsizlik. Lekin bu videoning to'sha 4-qismi bo'lishi kerak. Lekin sotqinlisiz. Sizlar prosta 66 ming like va davomini ko'rasizlar. Ammo esa hozir yuzimni yuvishim kerak. Hozir biz PlayStation o'ynaymiz, shartdan o'ynaymiz. Kim yutsa, xohlagan shartini beradi. Давай. Va bolalar futbol o'ynashga tushishdi. Va oradan biroz vaqt o'tib esa, Xullas, brat, 2-1 bo'ldi. Bo'pti, nima shart etishing kerak? Nima shart etasan? Qarang, bu shartdan dedik, o'g'lim. Menga pul berasiz. Siz o'g'il bolasiz, lavzida turasiz. No, lekin men sizga hech qanaqa qiynashni bermayman. Biz ikkalamiz Va'da berasan, va'da beraman buni. Va'da berasan. Ol. Men senga ishonaman, iltimos. Faqat yerga pauza pulti menda. Stop. Siz o'g'il bolasiz, lavzida turasiz. No, lekin men sizga hech qanaqa qiynashni bermayman. Voy Sardor! Slow motion yoqildi. Turing, tezroq. Nima qilmoqchisan meni? O'rtoqlar, men sizlarga boshida ham aytgandim. Endi hozir ko'rasizlar. shuni ko'tarib turishga tayyormisiz? Qo'ygan. Voy, yomon og'ir ekan lekin. Qo'lingiz qotib tursin. Ustimni kirlagidan qaranglar. Hozir men toshni bilan yo'q qilaman. Itak o'z pozitsiyoni cho'zib ketdi. Birinchisini yerda yitqaman, ikkinchisini suvning o'rtasiga qo'yveraman. Buni hozir ko'rasizlar. Shuni qaranglar turishini. Tak o'rtoqlar, hozir Sardorda ham nakazaniya berdik, bu yerda Omon aka tort bo'lib nimadirlar bo'lib yotibdi. Endi bittagina Maqsud qoldi. Chunki boya Maqsud meni ham yomon qiynagandi. Kolalar bilan, mentislar bilan, muzlar bilan ayniqsa. Maqsud, qattas, brat. Ye, ko'rdinglar? Bu yashamoqchi bo'ladi-ku mendan. Uy, stop.
Nima qildi hozir menga? Bo'ldi. Va keyin Sardor Maqsudni qiynash uchun tashqariga olib chiqdi. O'tiring. Do'stlar, hozir Maqsudni Sardor haqiqatan olib chiqib ketdi. Ammo men ichkarida yashamayapman. Hozir esa balkonda poylamoqchiman maqamoqchiligini. Boy muzla solib, mentislar qilib, yuzlarimni ko'lga qilib tashladingizmi? Bir mazza qilib qiynadim-da. Ovozingizni o'chiring. Men sizga endi ko'mir tashiyman. Bitta ko'mirni o'zini ko'ringlar, vot. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Buni boshdan tashiymiz. O'rtoqlar, Sardor Maqsudni qiynayapti. Oy do'stlar, nechala Maqsud? Buni yuzlarini ko'mir qilib tashiymiz, ichlariga ham tashiymiz ko'mirlarni. Stop! Vaqt bo'ldi. Oradan 1 soat o'tdi. Va endi navbatdagi challenge-ga. Bo'ldi, to'xtatinglar. Yes! Va endi nima qilib bo'lsa ham pulni o'zimga olishim kerak. Va endi bo'lsam navbat o'rtoqlar, yana bir navbatdagi challenge-ga va 100 so'z beraman. Bu Sardor Stanleyning oxirgi challenge bo'ladi. Chunki bu tez sozma aytaman. Chunki bu challenge kim ko'p bir oyoqda turish challenge bo'ladi. Hamma tayyormi? Bo'lmasam bir kuch ham oyog'ini ko'taradi. 1, 2, 3 ket. Okay. Va oradan 5 minut o'tgach, Maqsud bilan kelishib olgan rejamizni amalga oshirdik. No, Maqsud yordam bergan. Oxirgacha bitta yo'ldan qoldim. Ne har doim mana shu g'rom quraverasizlar. Pulni berma. Va endi o'rtoqlar, pauza pulti menda. Demak, birinchi bo'lib Sardor Stang. Stop. Xudoyim. Yo'limda turma, yo'q qo'rima. Bor, qoch. Qoch tez. Ko'tarma. Xudoyim, charchab ketdim. O'zing ham uchun. Ha, o'rtoqlar. Qo'limda ko'targan tarvuz. Va Sardor Stang. Bu pauza challenge-dan chiqadi. Tayyormisan? Let's go. O'rtoqlar, tarvuzni qaranglar. Ana endi buni dodoylarini eshitamiz. Gapir. Omoxonsan, to'g'risi odam emas ekansan. Ozgina bo'lsa ham aql yo'q ekansan menda. Sana meni qiynayotgan ayting, sana aql yo'qmi-da? O'rtoqlar, bu challenge deb Omoxon yutgani bilan tugashi kerak emas. Davom bo'lishi kerak. Iltimos 66 mingta like yig'inglar. Mana meni kiyog'indi. Ana endi buni yesin, qach. O'rtoqlar va buni isrofgarchilik deyishlar mumkin, lekin bu mana aynib qolgan tarvuz hammasi. O'zi bunga ishlar aynigani kerak edi. Keyingi videodan tirik chiqmaysan. Qani ko'ramiz. 66 ming likedan keyin bu videoning 4-qismida gapiga javob bera olaman ekan. Va ana endi bo'lmasam biz bu aytganimdek Sardorni yerichiga yetib qolamiz. Va o'tda kalamushlar bo'ladi, iltimos. Kerak emas. Iltimos, kerak emas. Iltimos, qo'rqaman kalamushlardan. Shoshma, operator shoshsin. Va buni mana shunaqa yerichiga yetib qo'ydik. Mana shunaqa bo'ldi bu xona qiynash. Men seni qiynalib, ko'mib, narxi o'tirgan. Shunchaki buni yer ostiga tiqib, ustidan qamab ketamiz. Va shu bilan bu challenge oxirigacha bu mashina qolib ketadi. Pulni ber menga. Mana. Вообще-то umuman o'ylamagandim. 200 so'mdan menga yordam chiqadi deb. Lekin sen, hattoki senga eng ko'p yordam bergan Maqsudni ham sotding. Shuning uchun ham sen mashina qavsalasan. Ovozingni ochib qo'yaman. Biz Birinchi videoda seni ko'muvdim. To'rtinchisida ko'rasan, undan battar qilaman. Mana shunaqa bo'ldi Omoxon buni o'ynashish. Yo'q, ko'rasan. Ay, shoshma, bu anim chiqib qolishi mumkin. Shu uchun ustiga nazar qo'yamiz. Let's go. Olmam. Ketik. Mana. Kalamushlarga ham bo'lsin. Qalaysan? Qani ko'rasan. Anani ketik narga Sardor qiynashga. Chunki o'rtoqlar o'sha ketishyapti. Yana challenge tugagungacha biz uni qiynashimiz kerak. Lekin Sardor, bunaqa oson qiynamaymiz. Qanaqa qilib qiynaymiz? Orqamda suvni ko'rasan? Aha. Qolganini hozir bilasan. Ketik oldin o'zini olaylik. What? Sardorjon. Sardor, sizga yaxshilik qilishga keldik. Pauza. O'zingni uchun. Sen bundan oldingi pauza challenge-da mana sotding. No, bu safar maxsus sotqin bo'ldi. Shuning uchun ham sotqinlarcha jazolaymiz. Ko'tar, oyog'ini ol. Davay. Buni. Ay. Ket. Bo'pti, Sardorjon. Va ana endi bo'lmasam Sardorjonni qiyin. O'tir. Sardor, sen bekor mana o'ynashding. Ana endi bo'lmasam biz dengizga ketamiz. Qaytga olib keldinglar mana. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz mana shu katta dengiz oldiga keldik va quyosh o'sha bototdi. Va bu degani hali pauza challenge tugagani yo'q. Va Sardor esa haligacha pauza turibdi. Va bundan oldingi challenge-da meni qiynagani uchun hozir Sardor qaytib qo'yaman. Biroq iltimos, men o'ylagan narsa bo'lmasin. O'zingni o'chir. Mana bu esa o'rtoqlar Maqsud jonni qo'lida. Bu matras. Mana shu matrasga Sardor o'tkazib suvni o'rtasiga o'raramiz. No, pauza bilan bo'lgani uchun hech qayerga qochib keta olmaydi. Da.
Hoppa, ana. Oy bu lekin bilmayman to'g'ridan ko'taradim yo'qmi? Hamma savdo qilamiz. Yuzini turishini qaranglar, yuzini turishini bolakay o'yin qilish kerak emas edi, ko'tar. Va do'stlar, ko'rib turganingizdek o'sha biza Sardorni o'tkazib qo'ydik. Baqirur tovoqlarim o'rib ketdi. Lekin hali qiynaganim yo'q. Yetar, suvga chiqaraman. Ketdi. Sizni ketdi. Qaranglar, mana bu qiynash. Eng qizig'i pauza bo'ldi qani. Mana pauza bo'ldi mana. Pauza. O'y qiz o'rtasiga sizga ketadi. Voy, sovuqligini suvdi. O'rtani suv sovuq. Bizda nima bo'ladi? Ey, suv parilariga salom etib qo'ying. Bu yerda qanaqadir odamga zarar yetkazadigan anaqa baliqlar yo'qmi bu yerda? Voy bilan. Ha? Voy, sal qimirlasam o'tib ketaman bu yerda. Men buni otib tiyish yorayman bunaqasi. Ot. Ay, yetib bor. Ey! Hamayli Sardor. Bratlar tashlab ketmanglar, iltimos. Sardor. Sen o'z bitirib yiqilib ketib qolishing mumkin. Kelmasa yaxshi yiqilaman. Prosta pauza. Og'zingni ham ochib. Prosta suvni yoqib ketursin. Omadingga baliqchilik ko'rib qolishi bo'lmasa, mana shunaqa puf tush ketasan. Va shu bilan o'rtoqlar pauza challenge tugab qoladi otda. Va biz shunaqa yaxshi kayfiyat bilan Sardor dengiz o'rtasigacha chiqib ketishini tomosha qilib o'tirdik. Undan keyin esa mana shunaqa voqea sodir bo'ldi. Va albatta do'stlar, xuddi shu paytda hoziroq Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'linglar, chunki biz 2000 obunachiga juda yaqin kelamiz. Xuddi shu payt pauza. Hey! Qanaqa pauza? Voy! Bulut, kimnimiz ha? Beraymi bu yoqqa? Voy bilan yanami? To'g'risini aytsam, brat, men siz taraf emasman. Hammanglar meni juda ham qattiq qiynadinglar hozir. Shuning uchun men sizdan alamimni olishim kerak. Voy, Sardorga qo'shib maqsadab cho'ktirib yuborsam bularga. O'tgan safar meni bog'lab tashlab ketganingiz esimda. Shuning uchun men sizni bugun undan ham qalin bog'lab tashlayman. Voy, men siz ko'rishdim bu ip qarinligini. Menga farqi yo'q. Voy, to'poy unaqa bo'lma. Voy, men qanaqa chiqaman? Jindak kechmayapti, o'rtoqlar. Tushiring qo'lingizni. O'rtoqlar, atrofda o'rmon. Lekin men bu challenge qoidasini buzolmayman. Bu yoqda omon aka esa mana shunaqa o'ralgan holatda turibdi. Shu mazza qolsam shunaqa qilib, kommentni baribir ham yomonlaydi. Baribir sizni gapingizga hech kim quloq solishmaydi. Mana sizdan pauzani olaman. O'zingiz bilganingizni qiling. Qanday chiqib ketsangiz chiqib keting. Bu yoqda esa men yutgan holatda uygandan ko'ra qaytib ketganim yaxshiroq. Men boshimdan chiqaraman. Ana endi men prosta yana mana shu challenge tugashga kuchga majburman. Va bu safar ham men pauza challenge-ni yuta olmadim. Bu challenge-da hech kim meni do'stim emas, hech kim men bilan birga o'ynab, men bilan birga bu challenge yutmoqchi emas. Har safar kim bilan do'st bo'lishga harakat qilaman, lekin oxirida mana shunaqa sotqinlik bo'lyapti. Shuning uchun o'rtoqlar, albatta sizdan 66 mingta like kutaman. 66 mingta like va men bu challenge yani keyingi qismida va nihoyat o'zimga do'st bo'ladigan va menga yordam berib, bularni pashag'il chiqaradigan odam chaqiraman. Shuning uchun 66 mingta like va balkim pauza challenge 4-qismida men yutarman. Shuning uchun like bosing. Bu video bo'lmasa tugadi. Aslida esa agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga bir sonini yozib qoldiringlar. Qani ko'ramiz, kimlar videoni oxirigacha ko'rar ekan.